Hammaga salom. Bugun hamma sevgan o'sha ko'rindiqqa tayyorlaymiz. Shunaqa sirlar cho'zilib chiqadi. Birinchi bo'lib, yaxshilab qo'llarimizni yuvib, bitta idishga suv solamiz. Keyin bo'lsa bir qoshiqda dro'jja solamiz va keyin esa shakar va bir qoshiq to'ldirib un solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Va ustini yopib bir chetga qo'yib, shunaqa sosiska va sirlarimizni to'g'rab olamiz. Va keyin esa shunaqa uzun cho'plarga tiqib chiqamiz ketma-ketlikda. Men birinchi sosiska tiqdim va ustidan keyin esa sir. Ivot ko'rishlar mumkin, hammasini qilib bo'ldim. Keyin esa idishimizni olib bitta tuxum chaqamiz va uni ustidan tuz va un solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa ozginaga oshirishga olib qo'yamiz va keyin esa ketma-ketlikda shunaqa qilib aylantirib qilib chiqamiz va qizdirilgan yog'da ketma-ketlikda pishirib chiqamiz va ko'rishinglar mumkin, shunaqa sirlari cho'zilib chiqadi. Ustiga xohishinglarga qarab ketchup yoki mayonez ishlatsangiz bo'ladi. To'liq retseptni Telegram kanalimga joyladim. Telegram kanalim profilimda. Agar sizlarga bu retseptim yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga xayr.